Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz va muhtaram, shundaqla sevimli Sharq Turkistonlik qarindoshlarım, o'zini Sharq Turkistonlik hisoblaydigan dunyoning har qaysi bulunguchqoqlarida yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklar. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Bizni yana bir qatim yuz ko'rishtirgan Allohga hamdlar bo'lsin. Ko'rayotganinglardek, bugungi temamiz tantana cho'qallari ichida o'ylanish. Sharq Turkiston muhojirat jamiyatida jushqun tantanalar avjiga chiqayotganda, men yana tantanachilarning tishiga tegadigan bo'ldim. Tishiga tegadigan bo'lib, bu tishiga tegishni bir oz kechiktirdim. 2 hafta atrofida to'xtab oldim. Bir az tamasha ko'rish, yana nima yangiliklar chiqadi degandek. Oxirida yanala tantanchilarning tishiga tegishga majbur bo'ldim. Chunki mushundaq bir aqlsizlikka qarab turish, sukut qilish, shaxsiyatimning zarar ko'rmasligi, ya'ni asosligi yomon til anglamaslik uchun lom demaslik. Mening qarashimda emas, torlarda keyingi chog'larda ko'p yo'llangan donolarning hikmatlaridimi xato. Ya'ni halqiliq paytlardagi sukut bir jinoyatdir. Jiddiy paytlarda cho'qim maydon ifodalash, to'g'ri xato haqida qarash ifodalash aqalli insoniy axloqdir. Mana shu tonish tufayli til anglaydiganligim aniq bo'lsa-mu, yanala sukutni tanlashni munofiqlik deb qaradim. Masalaning jiddiyati shu yerdaki, bu qitim tantanachilar, tabrikligüchilar sifida burundan ularga terrorchi ko'zida qaraydigan to'plardagi da'vochilarning bo'lishi edi. Bo'libmi islomchi tabrikchilar qurilayotgan davlatning xilofat emasligini, jumhuriyat bo'lish ehtimolini ko'rib turibmi, yanala xo'sh bo'layotgani bak qiziq. Haqqa marksizmni o'ziga liberalizmni qo'llanadi deydigan bir gap bor edi. Burungi siyosiy havo esgan zamonlarda vatandagi chog'da. Xuddi shu yodimga keldi. Ağanda elhamdülillah, bəgəndə əstəğfirullah degan yana bir gapım var. Ularning qilg'ini shariat bir kundala bo'lmaydi, asta-asta bo'ladi deyiladigan, o'zimizga kelganda xilofat qurishdek adoqqa maqsad bugunla jakolanmasa bo'lmaydi ekan. Matangsiz o'lchamga qaranglar. Bizning bayrog'imizda kalima shahodat bo'lmasa, kafir bo'lib qoladi ekanmiz. Ular bay'at qilgan, ular cho'ng bilgan, ular ergashgan Suriyaliklar bayrog'ida kalima shahodat bo'lmasa-mu qabul qilg'il bo'ladi. Bu tengsizlik qaranglar. Endi bir az Suriyadagi shu damli qurilmalarga aloqador ba'zi mulohaza va tushunchalarni deb o'taylik. Hozir YTShga yaqin bo'lgan qurolli kuchlar Davlat Mudofaa Ministrligi kunligi ostida Suriya armiyasi bo'lib shakllanganligi so'zlanyapti. Gerçi Türkiye destekli Suriye Milli Armiyasi tehi ayrım, Kürt qurolli kuchlari tehi ayrım, Dürzilami ayrım. Qural topshirish niyatimi yo'q turayotgan bo'lsa-mu, boshqalarining bir armiya bo'lib birlashganligi ma'lum bo'ldi. Va Turkiston Islom partiyasi qurolli kuchlarimi buningga qatilib, ularning qo'mondoniga general-mayorlik unvoni berilibdi. Bulardan xushal bo'lish kerak bo'lsa, faqat
Bu münasebet bilen Suriye'deki bir kısım Uygurlar kimlik kapılıkıdan kutulup bir devletinin fuqaralıqıga erişidiganlıqıdan ibaret bir mezmundan xuşallanışkı boladı. Lekin bu mu tehi əməliyleşmedi. Əməliyleşkenden keyin xuşallansak tantana qıysak boladı. Eğer keyin siyasette özgürüş bolmasa, mana şunisi xuşallanışkı tegişlik taraf. Generallık derecesi bolsa fakat şu şahsning qazanchi bulup, bir muncha jallar ve bir muncha qallarning bedeliga shaxsga kelgan omaddir. Bunun millatga bir aloqasi yo'q. Behuda munosabatsiz bir tuproqda o'lib ketgan kishilarimiz oqqan qonlarimiz hisobga elinsa, tozini kira ko'tarmaydigan bir qozonch. Shuni bilaman, Uyg'ur mujohidlar boshqa har qanday etnik guruhga qaraganda intizomliq va qahramon. Ularning qahramonligi qarindosh to'planimi hayron qoldirganligi haqida bir muncha hikoyalardan xabarim bor. Biroq zimin haqning, ish haqning, masala haqning tazimi behuda ketgan qahramonlik. Endi boshqa to'plardagi Uyg'urlar qanday bo'ladi? Ularga fuqarolik berilamdi yoki hisob so'ralamdi? Bu tarafimi bor. Agar generalimiz boshqa barliq Sharq Turkistonliklarga fuqarolik berilishini qo'lga keltira olsa, mana buningga tantana qilishga bo'ladi. U holda men oshkora holda o'tirg'i chiqib uzr so'rashga rozi. Xafa qilib qo'ygan yerlarim bo'lsa. Agar niyatida millatim deydigan tuyg'ular bo'lsa, ammo qavmiyatchilik bo'ladi deydiganlikni bilamiz. Mana mushu ular yetkazoladigan eng cho'ng foyda bo'lib, Sharq Turkistonning ozodligi. Aslida ular butun Turkistonni ozod qilishni o'ylaydi-ku. Sharq Turkistonni o'ylamaydi. Sharq Turkiston xalqiga bo'ladigan foydasini qo'yib turib, Suriyadagi ulardan bo'linib chiqqan kichik jamoat, Kurdlar rayonida asirlikda azob chekayotgan 2000 dan ortiq bola va xorlanayotgan ayollarni asirlikdan chiqarish va fuqarolik elishni qilalishi texmi aqlga yaqin. Ya'ni qilalasa shuni qilalaydi. Qilalasa. Ama bu asan emas. Çünkü bir diviziya komandani bir devlet için aytganda bek çoğ amal emas. Valilikdan. Şuna neçe ming odamga fuqarolik berishni talab qilib qabul qildiraliqdek imtiyozi bo'lishi notayin. Texmi muhimi, ular o'zlari qavmiyatchilik qilmaydiganlardan bo'lg'achqa, mening millatim deb alayda kuyinishi aqidasiga bek to'g'ri kelmagandan boshqa tutgan yo'li, ko'z qarashi, tarafdorlik tanlashlari o'xshamaslik qatorliq omillarmi bundaq bir xizmatga jon jahli bilan kirishishi uchun to'salg'i bo'lishi mana men deb turadi. Endi tantanalarning vaqtsizligi, o'rinsizligi haqida bir oz to'xtalaylik. Bir davlat armiyasida askar bo'lish, ofitser bo'lish g'oyat normal bir ish. Bir davlatning fuqarosi shu davlatda askarlik majburiyati o'tagan bo'lsa, ba'zida askarlikda kasbiy talant ko'rilsa darajasi o'sishi mumkin va generallikka yuksalishi mumkin. Olmutada Qahramon G'o'janberdi Sovet Qizil armiyasida polkovnik bo'lib ekan. Keyin Uyg'ur qurultiyining muavin reislaridan bo'lib yurdi. Bir avtonomiyachi. U polkovniklik davrida Uyg'ur uchun, Sharq Turkiston uchun nima qilib beralgaydi? Qilib beralamdi. Albatta bu uning gunohi emas. Ko'nglida bir ish qilib bergisi bo'lg'iydi, ammo qilolmaydi. Shunga hech nima qilib berolmagan edi. Sharq Turkistonni qo'yib turingda, ash Olmutadagi Uyg'urlar uchun. Bir huquq qozonib bergan bir ishi uqilmadi. Toshkent garnizonining qo'mondoni bir Uyg'ur general ekanligini uqqan edim. 98-99 yillari atrofida. Ammo buni Uyg'urlar asosan bilmaydi. Nima uchun bilmaydi? Uyg'urlarga bilingudek bir ishi bo'lmag'achqa. Hatto o'zini dodil holda men Uyg'ur deyaligidek avvaldimi emas o'g'achqa.
Uyg'urlar bir Uyg'ur generalining Toshkent garnizoniga qo'mondon ekanligini bilmagan. Gollandiya havo armiyasida kapitan bo'lgan bir Uyg'urning xabarini hammamiz ko'rdik. Faxrlandik, xo'sh bo'ldik. Aytaylik, u millat uchun bir ish qilib bera olamdi. Qilish niyati bo'lgan taqdirdami bundan huquqi yo'q. Hatto keyingi chog'larda uning oilasi Xitoylar tarafidan tutqun qilinganligi uqilib, oqibatda bu kapitan yigit vazifasidan uzoqlashtirilganligi uqilgan edi. Amerika armiyasidami Uyg'urlar bor, ofitserlar bor. Ular bir ish qilib bera olamdi. Qilib bera oladimi? Mumkin emas. Xitoy armiyasidami generallar Uyg'urlar bo'lgan? Türkiye armiyasida generallıkçı o'sgan va pensiyaga chiqqan Muhammad Rizo Bekin bu kunlarda, mushu yaqinqi kunlarda birlari tarafidan ma'bud qilib tiklashga urinilayotgandek alomatlar bor. Rizo Bekin ideologiya jihatdan bir solchi edi. Kommunistlikka moyil. Xitoy konsulxonasining ziyofatlariga berib turardi. Bunu İstanbulluq konu Uyg'urlarning hammasi biladi. Bu bir sir emas. Aşkarı bir iş. O Şarkı Türkistan'ın davaçısı mıydı? Ya ki Türkiye için davanı kontrol kılamdı. 2000-ci yoki 2001-mi Жаңызымын kelgen çağda namayışqı bağallarını qamatib etaman, chegaradan qo'g'lab chiqarg'izib etaman degandek tahdidlarda bo'lib, namoyish qildirmagan shu general. Biz Barat Hoji rahmatlik boshchiligida 9 kishi namoyish qilgan edik. To'g'ri, ba'zi odamlar yordam qiladi. Masalan, o'zininki yanidagi bir nima hablikim deydigan birisining oilasini chiqtirib bergan. Xitoy konsulxonasining ziyofatlarida o'tgan jarayonda konsulligi deb. Ablamat Tursunning ishlariga yordam qilibdi. Ama bizga dushmanlik qilgan masalan 2000-yılı elib berilgan avtonomiyaga qarşı imzo to'plash faoliyatimizga jiddiy qarshi chiqqan buyuklarimizdan birisi mushu Rizo Bekin edi. Va Salih Hoji qatorliq pishqadamlarga dat aytib, meni hech kim g'ulomdek rohatsiz qilmaganti deb qaqshaganligini uqqaydim. Torlarda resim shaklida mavjud ko'rgan bo'lishinglar aniq. Eyliki meşhur altıgı bir imza şermendiçilik ediki, bir Xitayga karşı 6 büyükümüz imza koygan kelişimdeki 6 imzanın en başlıkısımı mushu Rizo Bekinning imzasıydı. Eğer bu kişinin siyasi meydan hakkında texmi konkret delil talep qilg'uchilar bo'lsa, uning Sharq Turkiston ovozi nomli jurnalining 2000-yılı 1. sanida e'lon qilingan taqdim mavzuluq yozmasidagi shu qurlarni o'qib baqsa bo'ladi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir güç olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin açık veya kapalı düşmanlığına hedef olması, Türk-Çin ilişkilerinin bozulması elbette istenmez. Eğer bunu istemese, qanday qilish kerak bo'ladi? Davoni kontrol qilish kerak bo'ladi. Ya'ni margan kishi sug'urib o'tilgan yo'lbos, faqat ko'rgazmaga yaraydigan, ovga yaramaydigan yo'lbos holatiga tushirib qo'yish kerak bo'ladi. Mana bular Rizo Bekinning kimning da'vochisi ekanligini, kimga vakillik qilganligini isbotlaydi. Yuqoriqilar bir davlatning armiyasida vazifa o'taydigan bir odamning o'z millati uchun qanchalik ish qilib bera oladiganligi haqidagi dalillardir. Agar boshqa davlatlarda cho'ng amaldor bo'lganga tantan qiladigan ishimiz bo'lsa, aslida Qozog'istonda bir Uyg'ur bosh ministr bo'lganga tantana qilsak, texmi to'g'ri bo'ladi. Chunki u Qozog'istondagi xeyli yo'g'on bir davlatning beshi bo'lgan edi.
Onun kol astıda belki neçe 10, 20, 30 general boğuydu. Belki o nime kıpbedi? Şarkı Türkistan'ı koyuverin de Kazakistan'daki Uygurlarının hak hukukları üçün kılgan bir hizmeti bağımıdır. Endi kileyli yeni Suriye'deki yeni ahvallağa. Bu yeni ahvallar YTŞ'nin öz topu ve özüge yakın toplardan asıl boğan yeni Suriye armiyasının kuruluşu. Muşu vaziyette şundak kılmay bulmaydıgan siyasi taktikidir. Yolvasının tükünü yetişiri sılaş taktikisi. Çünkü tehi kudretlik iki top kurallık köç bunun sırtıdı boğaçka. Ulağı ümitlik bişaret biriş mecburiyeti, kurallık toplarını bulup mu top başlarını tamager bir ümitke bağlap, horikini peseytiş, gururunu pepeleş zürüriyeti var. Bunu her kandak siyasiyin şunundan başkısı kınmaydı. Başkısı ise yeni bir krizis meydanına geldi. Deyli ki bunundan icabi ilham elip, Türkiye destekli güçler ve Kürt güçlerimi Suriye armiyası içinden urun asın. Lekin bu şu halde kalsa ne buldu? Militaristlik kurulma asası yaratılgan buldu. Militaristlik degen neme? Yerlik koşunu boğan bölünme hakimiyetlerdir. Harp beyleri deydi bu Türkçe'de. Harp beylik. Bu halda Suriye Devlet Müdafiye Armiyası bir başkomandanlık tarafından başkurulduğun bir armiya olgan bulmaydı. Eğer Kürt korpusu, Kürtler şunu talep kılıvadı bir korpusu, ya bir armiya olaylı deydi. Bu armiya bilen devlet armiyası diye armiyanın manisi iki xil. Korpusdan yuqori bo'lgan bir birlikni mi armiya deymiz. Devletning bütün armiyasini mi bir armiya deymiz. Kürtlarning talab qilayotgani korpusdan yuqori darajadagi armiya bo'layli Suriye armiyasi tarkibida. Ammo qurollarimiz bilan, odamlarimiz bilan mush o'z yerimizda qolayli deb talab qilyapti. Agar ashunda qolsa, Uyg'ur generalining qo'lida Uyg'ur askarli shu pet qolsa, nima bo'lgan bo'ldi? Militaristlik bir qurilma. Yani bölünme hakimiyet meydana kelgan bo'ldi. Bundaq bir sharoitda Suriye Devlet Müdafiye Armiyasi bir başkomandanlık tarafından başkurulduğun bir armiya bo'lgan bo'lmaydi. Belki her kaçan bölünüp çıkış ihtimali bo'lgan ichki urush o'tining uchqunlarini o'zida yo'shilgan bir qurilma degan so'z. Buni bir siyosiyin bölüdü. Xitoy yaqinqi zamon tarixiga ko'z yugartiradigan bo'lsak, Çin imperiyasini Ağdoğan Xalq İnqilab Armiyasini teşkil qilgan yerlik qurolli kuchlardan bir militaristlik bölünme devri meydanga kelgan edi. Her Xitoy o'lkasining bir militaristi bor edi, uning o'ziga bayat qilgan yerlik qo'shuni bor edi. Janubdagi Xalq İnqilab Armiyasi shimolga yurish urushida Beijing'deki Yuan Shikai hükümeti ve başka yerlik militaristlar karşı durup g'alaba qilgandek oldu. Hukuk birlik kelgandek, köç Jiangji ishquliga to'plangandek qildi. Shunisi el bo'lgandek, birlikni qabul qilgandek ko'ringan ko'ni militaristlarning yerlik qo'shinlari yanada o'zining qo'li dedi. Bu hal davlat armiyasining to'liq birlik kelinmaganligini bildiradi. Çünkü yerlik qurolli kuchlar bo'lgan bir qo'mondan xolisa markazning buyrug'idan chiqib, tekrar bölünme meydaniga keladi. Gomindan hükümetinin ağdırılışıdaki muhim sebeplerinin biri del yerlik qurolli kuchlar yanıla burunqi qo'mondonlarning qo'lida qolganligi bo'lib, muhim operatsiyalarda o'zining amaliy kuchini saqlab qolishni o'ylaydigan qo'mondonlar markazning bir tutash o'rinlashtirishiga bo'ysunmaydigan
buyruqni anglamaslikka saladigan ahvollar doimli ko'riladi. Masalan, deylikki, ma'lum bir armiya gruppasi dushmanning qurshoviga tushib qolganda, markazdan shu armiyaga eng yaqin joyda tushkun qilgan yana bir armiyaga qurshovdagilarni qutqizish uchun dushmanga tashqaridan hujum qilish buyrug'i berilsa, ular urushda chiqim tortishdan, kuchi ojizlab ketishdan va kuchi ojizlab ketsa, markazning nazarida e'tiborimi kichiklab ketishidan ansiraydi va amaliy kuchini saqlab qolish uchun buyruqqa itoat qilmaydi. Shuning bilan qo'rshovda qolgan armiyaning taltiks yo'qolishiga sabab bo'ladi. Mana mushundaq ishlar ko'p takrorlanganlikdan 8 million armiya bilan urushga boshlagan jangjeshi dunyo urushidan chiqqanda 1,5 million armiyasi qoldi. Jangjeshi bir siyosiy bo'lish sifatida yerli qurolli kuchlarning qo'mondonlarini yo'lbosni tog'dan ayirib o'tish taktikasi bilan o'z qo'shinidan ayirib etmesi bo'lmaydiganligini yoki yerli qo'shinlarni tarqitib, aralashtirib, shalg'ut qilib etmasa chatoq chiqishini albatta biladi. Lekin buningga ulgurolmadi. Dunyo urushi jiddiyati, anda ichki urush aldirashligi bilan nihoyat oz bir qism yerli kuch qo'mondonlarini markazga ekkilib olib, qo'shinlardan ayirib o'taligan bo'lsa-mu, ko'pchiligi ashunday qolgan. Neticede ciddi paytlarda qo'lida o'ziga xos qo'shini bo'lgan qo'mondonlar doimli davlatdan ma'lum pay talab qilish, orzu qilgan nafga erisholmasa ta'tirdan chiqishdek ahvollar ko'rilib turgan. Suriyada qurolli kuchlarni bir araya keltirishning birinchi bosqichi yo'lbosning tukuni yetishiga silash yo'sinida bo'lishi aqallidir. Bu bek aqalli siyosiy savat. Danalik ketmaydi. Ama keynida cho'qim qilinmasi bo'lmaydigan ikkinchi bosqich bor. U bo'lsa-mu yo'lbosni tog'dan ayirib o'tish. Bilasizlar, yo'lbos tog'dan ayirib o'tilsa, tog'dagi vaqtidagidek ho'kirayolmas bo'ladi. Hujum qilg'uchilik salohiyati yo'qolib, mudofaaga, ya'ni taqqa ketishning qo'yg'uchib qoladi. Bu siyosiyning zaruriyati qilinmoqda. Demek ikinci qatamda qurolli kuchlarning qo'mondonlari boshqa diviziyalarga tayin qilinishi mumkin. Bir guruh tava bo'lgan askarlarmi boshqalari bilan shalg'utlashtirilishi mumkin. Ya'ni ularning militaristik shaklda o'z yerlik kuchlari, yerlik qo'mondonlari holatida qoldirilmaydi. Keskin bu. Yani Türkmen diviziyasi, Türkiston diviziyasi, Kurd diviziyasi shaklda qoldirilmaydi. Bunda qilish siyosiy hokimiyat uchun xirs tashkil qiladi. Bu nuqtada Sharq Turkiston Milliy armiyasining Xitoy ozodlik armiyasi 5-korpusiga aylantirilishi, aqidilli general Zununtayevning Beyjingga o'rganish kursiga o'qishga beritilishi va u kagicha bu korpusning diviziyaga faqat 3 polk tushirilishi va orqadan yo'qotilishini eslab o'tish kerak. Buni Xitoy eski o'g'ach qilgan, Suriyadagilar obdan bo'lg'achqa qilmaydigan ish emas. Bu bir hokimiyatning sog'lomligiga aloqador muhim bir ish bo'lg'achqa har kim qiladigan va qilish kerak bo'lgan ish. Hatto federal jumhuriyatlardami armiya davlatga tava bo'ladi. Shtat yoki federatsiyalarning o'z armiyasi bo'lmaydi. Masalan, federal sistemning eng uch nuqtasidagi davlatlardan Amerika, Kanadani desakmi, shtat yoki provinsiyalarning o'ziga xos armiyasi yo'q. Shunga keskin aytishga bo'ladiki, armiya ichida etnik yoki diniy guruhlarning o'ziga tava qurolli kuchi bo'lishi mumkin emas. Hozirgi ahvol faqat bir o'tkinchi davr uchunlar. Xristianlarni paskariga tushirish turidagi vaqtlik siyosat. Tabii ki yana askerlik şartlarım var. Yani devlet armiyasi ma'lum shartlarga uygun kishilarni tashkil etish shart. Masalan, eng oz deganda yosh sharti. Mujohid bo'lganda o'xshamagan yoshdagilarning hammasi bo'lavergan bilan davlat armiyasida yosh cheklamasi, yosh chegarasi bo'lishi aqallidir. U holda qo'mondonlar hisob qilinmaganda askarlar ichidagi yoshi o'tib ketganlar qisqartiriladi va buning o'rniga yoshlar hisoblanadi. Koyuğunun Suriye armiyasındaki bir diviziyanın komandanlığını
Agar bosh qo'mondon bo'lgan taqdirdami, u Suriya armiyasi bo'lgani uchun Sharq Turkiston uchun ishiltish huquqi bo'lmaydi. Qo'lidagi qurolni pesh qilib ketgan bilan bu qurolni kimga qarshi ishiltadi? Qanday ishiltadi? Sharq Turkistonga qanday foydasi bo'ladi? Aqalli Sharq Turkistonmi demayotgan tarafini demay turib, shu savollarga javob topishga. Bu javoblar qanoatlanarlik bo'lganda andin tantana qilishga to'g'ri kelamdi qanday? Ular o'zini Sharq Turkiston qurolli kuchlari deb jakaliya olishi, faqat Xitoy tajovuzchilaridan iborat birla dushmani borligi, Sharq Turkistonning mustaqilligidan iborat birla nishoni borligini jakalsin. Bütün dunyoni qarshisiga oladigan aqmas gaplardan voz kechsin. Ondan bu qo'shin ozodligimiz uchun hech ish qilib berolmasimi, yanalar tantan qilsak bo'ladi. Shug'unisi, ularning undaq bir niyati borligini haligacha oshkora bildirmadi. Yuqorida misol verdik. Bir muncha Uyg'ur generallar, ofitserlar. Ular o'z millatiga alohida bir ish qilib berish huquqi va imkoniyati bo'lmagandek, bularning unda huquqi va imkoni bo'lmaydi. Yuqorqi misollar deyilgan Sovet armiyasi, O'zbekiston armiyasi, Hollandiya yoki Amerika armiyasidagi ofitser misollariga qarata nima deyilishini men faraz qila olmayman. Ularning qo'lida kuch yo'q. Yolg'iz bir amal bilan nima qilg'ili bo'ladi deyilishi va Suriyadagilarning qo'lida amaliy kuch bor. Shunga Suriya ularga hurmatkor bo'lishga, ularning talablariga e'tibor qilishga majbur. Sal qarashga petinolmaydi deydiganlar bo'lishi jazman. Siz o'ylaganni shu davlatni boshquradiganlarmi aqliga keltiradigan bo'lg'achqa, ularning qo'lidagi amaliy kuchni taqatmay unmaydi. O chaqda ularni yakki kishiga faqat ma'lum mansabdagi huquqlari aylandi. Bu haqdimi bog'lashib qo'ya olmayman. Türkiston Islom partiyasi o'z ichida bir dazvolgan holda bo'lib, bir turkum kishilar Suriya armiyasiga qo'shilib ketishga qarshi. Yana Turkistonning islom lashkari salohiyati bilan qog'isi bormish. Lekin buningga yo'l qo'yilmaydiganligini nazardan saqit qilgan. Buni Javlani aniq degan. Har qanday to'plar qurollarini tashlashi davlat mudofaa ministrligi ostida birlashish kerak. Bunda qolaman desa qurolsizlantirilib Suriyadan chiqarib o'tishga to'g'ri keladi. Balkim Suriya davlat armiyasiga hala qo'shilmagan kurd qurolli kuchlari, Dürziylar va Turkiya destekli Suriya milliy armiyasi misol ko'rsatishi mumkin. Lekin Turkiston Islom partiyasi ularga o'xshamaydi. Tamamen chet ellik. Suriyada haqqi yo'q. Bo'libmi aqsida ularga aq terek bo'lib turayotgan cho'ng kuchlar yo'q. Shunga bularni qurolsizlantirish va chegirdan chiqarib o'tish osonroq. Shunga tanlashga to'g'ri kelsa, tanlashga bo'ladiganroq foydali yo'l hozirgisi shu. Ya'ni Suriya armiyasiga qo'shilib ketish. Hech bo'lmaganda puhralikka erishidi. Deyilayotgan laplar rost chiqib qolsa. Hayotlik yo'liga erishidi. Suriyada tinchlikning asli kelishining shartlari nimalar? Suriya ichki tinchlikka erishish uchun tanlash imkoniga egidek ko'rinmayotidi. Nima uchun? Tinchlikning asli kelish uchun ichki jihatda diniy va etnik to'plarning hammasini quchoqlaydigan bir davlat qurilmasi tanlanishi shart. Ya'ni federal bir qurilma. Bundaq bir qurilma Suriya ichidagi o'xshamagan guruhlarning hammasini rozi qilishi va ichki urushdan saqlanishi mumkin. Shundaqla bundaq qurilma Isroiliya va Amerikaning tashabbusi. Lekin Turkiya va HTŞ'ning o'zi buningga rozi emas. Arab millatchiligi boshqalarga haq to'nimaslikka moyil. Bu millatchilik islom bilan farqlanadigan bo'lib, millatchilik bo'lib ko'rinmaydigan afzallikka ega bo'lsa-mu, yanada boshqa to'plarning peyil tutmay qolmaydi. Burun Asad davrida kurdlarga hatto kimlikmi berilmagan. Davlatning rasmiy ismi Suriya Arab Jumhuriyati bo'lib, boshqa etnik guruhlar ko'masga selingan. Endi cho'qim uningdan farqli bo'lishga majbur. Bo'lmasa Asadning mustabidligini davomlashtirgan bo'ladi. Arab millatchiligining afzalligi islom bilan niqoblana oladiganligi dedik.
Başqalar milliylikni da'vo qilsa, ularga qavmiyatchilik qilding degan qalpoqni kiydirdi. Ammo o'zininkisi islom nomi bilan ishini qilaveradi. Turkiyaning dardi faqatli kurdlar. Kurdlarning har qanday darajadagi muxtoriyat qozonishi Turkiyaning qarshiligini keltirib chiqardi. Turkiyaning bu tutumi HTŞ nuqtasidan yoki arab millatchiligi nuqtasidan ma'qul ko'rilsa-mu, lekin Amerika va Isroiliyaga ma'qul kelmaydi. Bu sebepten bu talaş tartışlarının ahırı çıkmay uzak sozulup gidişi mölçerlenmekte. Hazırca sahnede rol elevatkan oyuncular içinde Xitaylar yok. Şuna kıyaslarımızın Xitayga alakadar kısmı hazırca küçük ege emez. Bu digellik Uygurlar hazırca bexatar. Hazırki vaqtlık hükümette ismi görülüvatkanlarının hemmesi HTŞ'nin içidikiler ve yandaşları bulup, başka dini ve etnik toplarının vekilleri yok. Bu hal davamlaşsa, içki uruş gelip çıkışı mümkün. Bundan başka Kürtler meselesi öz aldığı ayrım mesele bulup, başka barlık ayrımlıklar bir seri, Kürtler öz aldığı bir seri. Meyli nüfus, meyli teritoriya ve emeli küş noktasından Kürtler meselesini hal kılış, YTŞ'nin öz beşiği hal kılalaydıgan dairden hop alkıp ketken bir mesele. Bir deyişte Kürtlarning 50.000 kişilik qo'shuni var. Hozir vaqtliq hukumat qurganlarning jimi qo'shunidanmi biroz ko'p. Kürtlar meselesini arzuga uygun hal qilishning yo'li Amerika va Isroiliyani rozi qilishdan o'tadi. Ular rozi bo'lmay turib, bu masala hal bo'lishdan uzoq. Turkiya bilan Amerikaning xohishi qarama-qarshi bo'lishi masaladagi eng qiyin o'tkaldir. Endi bu xabarlar haqidagi yandaş matbuotlar va ularning tashviqotlari ustida azroq gap qilayli. Xuddi o'rtaq bir plan ichida harakat qilayotgandek, turli matbuotlar Turkiston Islom partiyasi qurolli kuchlari haqida tashviqot boshlagan bo'lib, Xitoylarning tashviqotiga bakmi moslashayotganligi ko'rilmoqda. Buning ichida Xitoylar tarafidan pora berilib setilgan chet el matbuotlarimi bor. Guardian, The Guardian gazetiga o'xshash Angliyadagi. O'tganda pakti bilan qo'ydik-ku, Xitoylar 750.000 euro pul xarjlaydigan gap. Tashviqotni bizning xohishimiz bo'yicha qilib bersan deb. Ya'ni xuddi shaytonning hujumlaridek, o'ngimizdanmi, solumizdanmi, oldimizdanmi bo'layotgan bu tashviqot hujumlari go'yo o'xshamagan nuqtai nazarlardan chiqayotgan ko'rinishi vasimi Xitoy tashviqotining yansımalaridir. Qurolli kuchlarni güzelleştirish. Dal bular güzelleştirilgandila andan barliq harakatlarni bir taqarga to'plag'ili bo'ladi. Xitoyning ayblashlar bilan bizning ayblashlarimizni selishtirib, Xitoy bilan o'xshash qarildi degichilar xili ko'pmish. Hatto xili bilarman, o'zini to'tning biri chaqlaydiganlardanmi ba'zilari shunday qarash deymish. Aqlinglarga la'nat. Men bir misol beray. Tutulib qolgan bir o'g'ri haqida bir misol beray. Aqlinglarni joriy qilib beqinglar. Bir o'g'rilik shaykisi bor deyli. Bu shayka ma'lum bir javohirat dukkaniga yangidan nayt qimmatbaho uncha marjon olmos javohiratlarning keltirilganligi va palani kunining oqshimida xo'jayinning tug'ilgan kuni sababi bilan bu yerda qarovullarning bo'lmaydiganligidan iborat bir uchurni oldi deyli. Ve bu akşamda bu dükkanını qurg'dash uchun 2 o'g'ri tayin qilindi. Shaykidan 2 o'g'ri. Bu 2 o'g'ri dükkanga o'g'rilik kirdi. Ve
Alıdığanını aldı ama saq çıqanmay tutulup kaldı. Mana şu çağda taraf-taraftan eyipleşler boludu. Rasmı yalganma. Özü təvə bolğan oğurluq şaykısı tərəfindən eyipləniді bular. Dükkan egisi və şu məhəllədəki cemaat tərəfindən eyipləniді. Ballarının oğurluq qılıb tutulup qalğanlığını anlayan ata-anası tərəfindən eyipləniді. Rasmı yalğanmı? Eyiplenmeydi anlab olmasa. Ama bu üç xil eyipləş oxşaşmı? Amma eyipli oxşaş gəpni qıldı. Bu qanda aql bu. Qağınni özənglə əmdə oyulunu velanlar. Eyipləsə oxşaş olamdı. Yaki məzmun muyummu? Nimi dəp eyipləvatqardı ki məzmun. Əmdəkiləyle Xitayının qarılaşları ulağı qoşub bütkül davanı terrorizləştirişdən ibarət baştalı bekitilgen plandaki məzmundur. Yani ulanı bölgünçü deyişdən başqa xalqara İslam terrorizminin bir parçası göstüş Xitayğıla emas, bütün dünya teşliqigimi xavflik deb davran qilish Xitayning qarlash məzmunlarıdır. Bizning qarlash emas, eyplishimiz barlıq müstaqillik hareketleri onunğa bağlanışlıq emasligi nuqtasidan bu atalmış mücahitlarning Xitaylarning oyunu yoki Xitoy Turkiya birlashma istixborot o'yini ekanligini aytib berish. Ularning qandaqdir bölgünçümü emas. Neyini bölümüde yatıdı ular? Hiç bölgünçü emas ular. Dunyoga tugul Xitoylarga hech qanday xavf keltira oladigan ahvolda emasligini bildirish maqsadlidir. Amaliyotda biz yana Xitoyni aytlagan bo'lamiz. Qarindoshlarimiz jonlari, qonlari bedeliga mushundaq razil o'yinni o'ynagani uchun. Bilib bilmay Xitoyning depiga usul o'ynagani uchun. Bunu ayırıp bilish uchun albatta hali o'mash kerak. Texmi muhimi niyatda shumliq bo'lmaslik kerak. Şu sebepten mi hayranlıqım, üzünün Uygurunun içinde bir diyenmisimi, tötnün biri çağlaydıqallarının aqli ne ketkendi? Muşu geplerini ayrıqçılıkı yok mudu dep qalımı. Şundaqla muşundaq bilermenlerinin, tentençilerinin sifidi buluşu, meni yana milletinin IQ'su haqqida bek tüven mölçerge qıstaydı. Qandaq mantiqi boyunca ularni qazanç dep qaravatıdı. Qandaq ve qaçan bir paydası bulduğanlığını görüvatıdı. Aqlga uygun bir izahı bağmıdı. Degenlerini oylamay ötkülü bulmaydıgan ahval. Bir muncha Xitoy tilidagi video kanallarda bo'layotganlar haqida ijobiy baholar, madiylar bo'lishib qaramay. Mazmunda ijobiy baholayotdi ishlarni, madiyalar var. Ama bir taraftan hedef Şinjan degan haqoratlik ism qo'llanilgan bo'lib, bekmi chenib qolgan. Ya'ni Xitoylarning yondosh medialari. Bir Türkçe xabarda dal Xitoylarning kutkini va dunyoga ashundaq bildirmoqchi bo'lganiga uygun holda Türkiston Islom partiyasining g'oyasi O'rta Osiyoda bir shariat davlati qurish ekanligini debdi. Xabarlarning mazmunlariga qaramasdan qora qo'yiqlar hammani ijobiyga jo'rish, xo'shvo'g'idek sabab topolmay aran qolganligimizning bir dalili sifatida sunniy holda xo'sh bo'ladigan bahona yaratish, sabab yaratish, dalil yaratish musobaqasini ko'ryapmiz. Voy, Angliya mandaq debdimiz. Voy, qanday aql-ey? U Angliyadagi matbuotni Xitoy setib ola oladimi? Demokratiyanın yoçukları intayin cık demokratik tüzümünün o kadar yoçukları köp ki Xitaylar ondan acayip yaxşı faydalanıp hazır. Pullan bəsən onun digində dəvirdi o. Bunda deysən,
dese, devridi o. Texmi mesxirliki, muhaciret cemiyetimizde davaçı siyaqıda boy göstip жүрген bir muncha davaçı bilarmanlarning suyunishleri ve alqışları ve bunu bir netice, g'alaba sifatida tanışıdır. Hatta ilgari qechib chiqqanlarni Suriyaga bormaslik haqida nasihat qilib, ep qilishga tirishganlarningmi endi bir jumlabli Sharq Turkistonning qurolli kuchi deb suyunch qaldirsab ketishayran qalarlar. Ya uni o'zi demayotsa Sharq Turkistonning qurolli kuchi deb atamdi uni o'zini. Kalla ne ketdi kalla. Uni o'zini hech qachon unda deb boqmadi, bugunmi demayotdi. Bir qarasığı bu bir jumlapla teatrdan chiqqan bu zatlarning qara qusaqligini hammadan biladi. Qarshi tarafdan nap kelsa, qayerdan non kelsa, shu. Endi ma chuqan selishga qarab bir yerdan pul kelgandimi, non kelgandimi deb qag'idiklar. Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchlar haqida men yoki surgun hukumatdagi har qandaq bir shaxs hozirgacha terrorchi degan ataqni qo'llanmagan bo'lsakmi, terrorchi dedi degan tuhmatlarni to'qishqimi ulgadi bular. Ya'ni Xitoy terrorchi dedi, ularmi terrorchi dedi deb bir o'xshashlik yaratib, jamoat fikrida bir idrok hosil qilish, hukumatga qarshi kayfiyat yaratish shum g'arzi ma'lum bo'ldi. Men shuni deb qo'yay. Agar birlari Xitoylarning kallasidan munari yasagan taqdirdimi, men uni terrorchi demayman. Faqat zulmga qarshi qisoskor deb oqlashga tirishaman. Hatta bu nuqtada bütün dünyani qarshimga olsammi, oqlashda yonmayman. Shunga bu nuqta aniq bo'lsin. Bizdan birining terrorchi degan ataqni qo'llanganligiga doir daliling o'z ko'rsatib baq. Ammo islomchilikning ras bo'lsa tuhmat qilma. Chunki musulmonlar tuhmatning qanchalik og'ir gunoh ekanligini biladigan kishilardir. Yana ba'zilar madiyalashlarga xuddi taloqqa yo'l topgandek yo'l tepish maqsadida Suriyadagilar keyingi chog'larda Xitoyning kontrolligidan chiqib ketdi deb sabab ko'rsatgan o'xshaydi. Birda bular kontrollikdan chiqib, Sharq Turkiston ozodligini ko'zlaydigan haqiqiy turda Sharq Turkiston milliy armiyasining ximiy turchi bo'lganligini desa, birda kontrollikning Turkiyaga o'tib ketganligi laplari bormish. Oldi bilan bir istixborot projesi planlanayotganda birinchi qilib o'ylashadigan nuqta kontroldan chiqish ehtimolidir. U holda bu kishilarning Xitoy kontrolligidan chiqishi ehtimol teshi. Bunda ham ishni Xitoydek tulxutun hisobi qiladigan Chingiz bir millat hargiz qilmaydi. Turkiyaning qo'liga o'tishi bo'lsa, hech narsani o'zgartgan hisoblanmaydi. Chunki demasimi bu Xitoy Turkiya istixborotlarining o'rtaq asiri. Kontroldan chiqish uchun oldi bilan iqtisodiy mustaqilligi bo'lishi shart. Aqlingni beshonlig'i to'planlar. Hech qanday davlatning kontrolligiga bo'ysunmagan bo'lish uchun, bo'ysunmaslik uchun iqtisodiy mustaqilligi bo'lishi kerak. Bo'lmasa 5 minglagan, 10 minglagan odamni qanday boqadi? Yemamda, ichmamda. U holda boshqa muloyizachilar, masalan, arablardan birisining muloyizasida 6 nuqta so'ralgan. YTŞ haqida. O 6 nuqtadan birisi shu. YTŞning bugungacha kelgan mavjudligida iqtisod nereden keldi degan savol. Men bu haqda yillar avvalgi bir videoda jonliq bir misol bilan qarindoshlarni xiyolparastlikdan chiqib, amaliy aqlga sig'adigan shaklda tafakkur qilishga yetaklash urinishida bo'lib baqqanligim yodimda. Balkim aslayalaysizlar. Tasavvuringlarda 1000 odamni bir kun beqib beqinglar, bir kun. Ashla degan.
Bir kun faqatla non bilan beqib beqinglar. Go'sht yo'q, o't yash yo'q, yog' yo'q. Non bilan lan beqib beqinglar bir kun. Qancha non ketadi? Buningga qancha qatim tonir qizitish kerak? Qancha harvi o'tin ketadi? Bularni hisob qilib baqsanglar, bir muncha javob topqili bo'lmaydigan qiyin savollar o'tirib chiqadi. 10 minglab odamni qanday boqadi? 10 yildan ortiq vaqt beqishga har qanday boy shaxs chidolmaydi. Aqsida bir davlat bo'lishi aqalliydi. U holda bu davlat qaysi? Mana shunday izlanib baqsanglar bo'ladi. Xitoyning kontrolligidan chiqqan bo'lsa, ular ismlaridagi Turkiston degan mujmallikni, velekizina ismni tuzatgan bo'ladi. Sharq Turkistonni Xitoy zulmidan qutuldirish, mustaqillikni asliga keltirish siyosiy g'oyasi borligini jakolagan bo'ladi. Hayronman. Tantanachilar bu tarafiga hala diqqat qilmoqlik o'xshaydi. Shundaqla tarixning shohidi bo'lgan, mustaqil davlat bo'lganligimiz va keyin besib ilinganligimizning dalili bo'lgan bayroqni to'g'ri qo'llangan bo'ladi. Bu bayroq masalasi intayin ciddi bir masala. Hatta bu bayroq masalasida biz ularni ebedil ebed la'natlashimiz kerak. La'natlashimiz kerak. Hiç ayab qo'ymay. Tağın talqan qilib bersimi qat'iy nazar. Hech kim qilmadi hozirgacha. Bir Xitoyning buni qanaqa yo'q. Tağını talqan qilib bergan taqdirdimi bayroqni o'zgartganlik uchun kechirilmaslik kerak. Chunki biz zaten tafriqi ichidamiz, qarindoshlar. Yüzlügen, minglagan to'pga bo'linib ketgan ahvoldamiz. Bizni bir qilib tutib turayotgan faqatli bir narsamiz bor, bayroq. Endi unimi ikki qilsa bu kechiriladigan jinoyat emasmi bu? Bu kechirilmaslik kerak. Shu holda uni qanday Sharq Turkistonning qurolli kuchi deyatsizlar? U bayroq o'xshamayotgan to'sag'ini. U boshqa bir bayroq u. Nereye qo'shilyapsizlar buni? Nereye tantana qilyapsizlar? Buni aniq danglar deydiganlaring bo'lsa. Manda tarafidan biz qo'shilyapmizda. O gapingli yo'q, qarqo yog'li tillaydi Allohga. Islomchiymiş. Islomchilik ashunda olamda. Lekin bular hala mujmal ekan, ularni Sharq Turkistonning qurolli kuchi degichilar ya kallasining suyi bor odamlar yoki Xitoy g'alchillaridir. Nish bunda deymiz? Chunki bu qurolli kuch o'zlarini Sharq Turkistonning da'vatqini yo'q. Turkiston da'vatida Turkiston. Başka bir hukum. Yani bu teşvikatlar orqali bütün davani bir qachilik qilish. Bir tugunchak altida Xitoyning qo'liga berish, Xitoy bo'lsa top naqi qorilasin uchun qulaylik yaratish. Xursand bo'luvchilar bilan bog'lashib qo'yishga men tayyor. Yilni ular belgilasin. Mancha yil ichida Sharq Turkistonga mandaq foyda yetkazadi desin, bog'lashayli. Ko'rsalarki hech qanday ish qilib berolmaydi. Yo'q desa o'tirib chiqsin. Bichari inkaschilarga deydiganim, rostilla islomchi bo'lsanglar, haqoratli gaplarni, tuhmat, chidamas gaplarni qo'yib, ilgaridan e'lon qilayotgan videolarda bir muncha savolliq nuqtalar bor. Mana shu savollarga javob bersanglarmi o'xshashlar degandan ekan bo'lasizlar emasmi? Javob bera olamsizlar? Masalan, xo'sh bo'lib ketganga tushliq bu general polkovniklarimizning qanday foydasi tegadi? Mushuni javoblanglar, taslim bo'lay. Oxirida deydiganim, Sharq Turkiston qurolsiz ozod bo'lamdi turidagi savol javoblarning lafzliq haqida. Bugun bu savolga majlis ochqanga ozod bo'ladi deydigan bir Uyg'ur yo'q. Bu gap chet ellarda eng az 25 yildan beri chaynalmoqda. Javobi aniq bo'lgan, allaqachon deyilib bo'lgan bir gapni xuddi yangidan radiyni bayqagandek tantana bilan tilga ilish bir mazliqdan boshqa narsa emas. Yana shuni deb qo'yay. Qurolsizg'u hal bo'lmaydi.
Lekin Suriyadagi qurol bilan, Kanadadagi qurol bilan, Amerikadagi qurol bilan, Yevropadagi qurol bilan ozod olmaydi. Davamlaşıvatkan bir minnet var oturdu, bir minnet. İslamdagi minnet degan bir xil riyokorlik. Bir yaxshilikni qilib, aqsda minnat qilsangiz, yaxshiligingiz nol bo'ladi. Islomdan qarshi bu. Ecringiz bekavlab ketadi. Minnat qilsangiz. İslamchilar yoki ularning yondoshlari buni tushunmamdi. Buningga hayron qolyapman. Aytavr, qo'liga qurol ola olganlikning voy bu cho'ng ish, minnati hech to'xtamadi. Qo'liga qurol ola olishga jur'at qila olgan degan bir minnat. Men qo'limga qurol ola olayman. G'arb davlatlarida umuman o'xshash. Bir kursga qatnashsangiz, bir kunlik kursga qonunli holda qurol tutish ahliyati olasiz. Pul bo'lsinlar, qurolni do'konda sotadi. Masalan, bizning bu yerda ba'zi Uyg'urlarning uyida qurol bor. Men kurs oldim, ammo ahliyatga jadval to'ldirib bo'lib, yo'llashdim, yaltaydim. Nima qilaman? O'g'i chiqolmayman. Mang'adek mag'durim yo'q. Andan boshqa kimni ataman? Dushman vatanda. Bu yerda kimni ataman? Bu qurolni ko'tarib vatanga borolmasam nimaga kerak ki? Ügünüşni deysem zaten adam ko'tarib mang'alaydigan qurolning hamma turini bilaman. Hatto zambirakcha bilalayman. Qurolning ishlash prinsipini bilaman, eng muhimi. Uning uchun har qanday qurol shu o'xshash prinsip bilan ishlaydi. Buni bilganlik uchun men o qurolning qanday ishlatishni bilaveraman. Hatto ko'rib boqmagan qurolni ikkalanglam imtihon qilib. Hayotimda men ko'rmagan quroldan birini ikkalanglam. 5 minut ichida men uning nimasi nima, qayerdan boshlab chuvishga bo'ladi ko'rsatib qo'yay. Endi dorilarning xususiyatlari haqida dars o'tayman. U holda qurolni bu yerda nima qilaman? Ya'ni bu yerdagi qurol bilan vatanni ozod qilib bo'lmaydiganligiga ishonsanglar, Suriyadagisi farqli emas. Undaqkan nima minnat? Buni tushunmadim. Xalq deyilayotgan bir gap bor. Mush o'tirdi. Voy. Uni bir mazlashdi u gapni. Xalq qanaqdir. Birisiga bir narsa lozim bo'lsa, xalq nomi suiiste'mol qilindi. Ammo masalan kimlar desangiz, bir ism berolmaydigan turdagi xalq. Van Kemperning xalqlaridek. Agar rostilla xalq yoki xalqning biror nafari bir narsa so'ramoqchi bo'lsa, maydonimni, ifodamni bilib boqmoqchi bo'lsa, bevosita menga savol yo'llasa bo'ladi. Xalq bilan mening oramda bidikka, dallolga ehtiyoj yo'q. Qarindoshlar, bugun deydiganlarim shulardan iborat. Yana turlik bo'la bo'lmas beshidagi qalpoqqa uyg'un kelmaydigan haqoratlik inkaslar bo'lishi mumkin. U sizning islom uchun pardanglarni echib tashlaydi o inkaslar. İslamcha emasligini bildirib qo'ydi. Unga diqqat qilinglar. Endi to'g'ri tuzgun savollar so'ralsa, albatta men kelgusida unga javob berishga tayyor. Xayr xo'sh. Hammanglar omonat, Allohga omonat. Yana bir ko'rishgacha Alloh aman qilsin.